Hech chiqmagan. Mana ko'ringlar, dasturxonlar qay darajada sifatli, tartiblab joylashtirilgan. Bularda haqiqiy mehnatini egalari mana. Aka, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchashlar yo'qmi? Qalay bo'lyapti aka ishlar? Sizni tanimagan odamni o'zi yo'q Quva tumanida. Alloh kuch-quvvat bersin. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, qaysi raqamga qo'ng'iroq qilish kerak aka? Nomeringizni ayting. Ayting nomeringizni. 95lik 95lik 637 26 637 26 26 ha? Mana. Bemalol shu akaga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Agar sizlarda davralaring esda qolarli bo'lishni xohlasalaring, shu akaga qo'ng'iroq qilsalaring, bu akada 5-6 xil komplekt bor odamlar, oshpazlar ham bor, ustalar bor, oshpazlar bor. Qozon o'chog'i bilan borlar kerak bo'lsa. inshaalloh. Mana, ko'ringlar mana. Qanaqa mehnat, qanaqa bu buncha-bunchaga bo'lmaydi bu mehnat.